Xitoyning chaqirıqı bilan Sharqiy Turkistonga qaytgan Uyg'ur savdogarlari o'ldirilmoqda. Qirg'iziston poytaxti Bishkekdagi Medina bozorida tijorat bilan shug'ullanayotgan minglarcha Uyg'ur savdogar Xitoyning chaqirig'iga asosan yurtlariga qaytgandan keyin pasportlari musodara qilinib, atalmish tarbiyalash markazlari nomidagi turmalarga qamalgan edi. Erkin Osiyo radiosining xabar qilishicha, Qirg'izistondan kelgan savdogarlardan otish yo'riqdagi Yoqub Rozi tutib turilayotgan lagerda qiyin qistoqqa uchrab shahid qilingan bo'lib, jasadi oilasiga berilmagan. Xitoy doiralari 1975-yil tug'ilgan Yoqub Rozni yurak kasali bilan o'ldi deb uqtirgan. Xitoyda bir internet qo'llanuvchisi qizil rangli sharpa taqilgan videolar sababli qo'lga olindi. Sharqiy Turkistonda Uyg'urlarga qarshi elib berayotgan bostirish va assimilyatsiya siyosatlari sababli tanqidga uchrayotgan Xitoy o'z xalqiga yurgizayotgan cheklamalar bilan diqqat tortdi. Xitoyda bir internet qo'llanuvchisi videolarda qizil sharpa qo'llanganligi uchun soqchilar tomonidan qo'lga olindi. Bu ayolning inqilobiy qurbonlarning xotirasini bulg'aganligi bildirildi. Milyonlagan kishi jazo lagerlarida qo'rilanayotgan Sharqiy Turkistonda sukut hukm surmoqda. Jurnalist Mirkamil Qashqari 9 aprel tartilganligini bildirgan video Sharqiy Turkistonning Oqsuv viloyatida tartilgan bo'lib, odatda ko'chalarda liq-muliq insonlar va o'ynayotgan bolalar bilan obod bo'lib turadigan bu mahalla hozir butunlay bo'shatilgan. Bu jimjitlik Sharqiy Turkistondagi vaziyatning vahimasini yana bir qatam namoyon qildi. Sudandagi harbiy o'zgarishdan keyin davlat raisi Bashir qo'lga olindi. Yaqindan buyon hukumatga qarshi namoyishlar avj olgan Sudanda vaziyat jiddiy o'zgarmoqda. Tunugun etgan armiya taraf davlat televiziyasini qamal qildi va uzun o'tmay bu davlatni 20 yildan ortiq vaqtdan buyon boshqarayotgan prezident Ömer al-Bashirni qo'lga olganligini jakarildi. Sudan Mudofaa ministri Aud bin Auf bayonot e'lon qilib, armiyaning davlat hokimiyatini qo'lga olganligini va 2 yillik o'tkinchi vaqtning boshlanganligini bildirdi. Amerika va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashidagi Yevropa Ittifoqiga a'zo 5 davlat Sudanda armiya hokimiyatini tortib olgandan keyin Xavfsizlik Kengashini jiddiy yig'in etishga chaqirdi. Xavfsizlik Kengashi Sudandagi harbiy o'zgarish va yangi ahvollarni muzokara qilish uchun bir yig'in ochdi. Turkiyaga S-400 boshqarilgan bombadan mudofaa sistemasi sotgan Rossiya S-400ning ba'zi zapchastlarining Turkiyada ishlab chiqarilganligini bildirdi. Kremlin sarayidan e'lon qilingan bayonotda Rossiyaning kelishim imzolashga tayyor ekanligini bildirdi. Putinning bayonotchisi Peskov S-400ning barliq zapchaslarining ishlab chiqarilishini ko'zda tutmayaptiman. Bu eng ilg'or qurol sistemasi, faqat ba'zi qismlarning ishlab chiqarilishi haqida suhbat o'tkazishimiz mumkin dedi. Sharqiy Turkistonda davlat terrorligi ilib berayotgan Xitoy o'z xalqiga har kuni yangi zo'ravonliklarni qilmoqda. Ommaviy taratqularda tarqalgan bu sim ko'rinishda Xitoy soqchilari majang o'ynayotgan yoshlarni qo'lga olgan. Buning bilan qolmasdan uydagi majonga aloqador barliq narsalarni ularning ko'z oldida urib chaqqan. Bu ko'rinishlar ekranimizda.